Xitoyda ikki uchquvchi bo'lgan bir urush aeroplani bir o'ltiraq rayonga tushib ketdi. Voqea Xitoyning Shandong o'lkasi Weihai shahrida yuz berdi. Yerlik taratqular Xitoy armiyasiga tava bir urush aeroplanining bir o'ltiraq rayonga tushganligini, ikki uchquvchining aeroplandan tushib ketishdan burun o'zini yerga otganligini, voqea sababining tekshirilayotganligini xabar qildi. Türkiye Ma'un Tashqi ishlar ministri Sadat Onal Beijing ziyarati jarayonida Xitoy zulmi ostida qolgan va kollektiv holda yo'q qilayotgan Uyg'urlar haqida Xitoyning terrorlik kuchlariga qarshi kurashini qo'llaymiz deganligiga qarata norozilik sadolari kuchaydi. Siyosatchilardan tunji bo'lib İYİ Partiya Kocaeli millat vakili Lutfi Turkan buningga norozilik bildirdi. O rasmiy Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida endi bu yangi bir iqim, bu qotiliga janoblari Uyg'urlarni bo'lsa terrorchi da'vatidir deyish orqali noroziligini bildirdi. Yevropa parlamentida kelar hafta o'tkaziladigan saylamdan burun Germaniyada 10 minglagan kishi Yevropada kuchayayotgan irqchilikka qarshi yurish faoliyati o'tkazdi. Nurg'unlagan ommaviy tashkilotlar va tashabbuschilar tomonidan hammalar uchun bir Yevropa shiori ostida uyushtirilgan namoyishchilar poytaxti Berlin boshchiligida Kulin, München va Hamburg qatorliq shaharlarda o'tkazildi. Yevropa ittifoqining bayrog'i qo'llanilgan namoyishga 20 mingda kishi qatnashdi. Avstraliya soqchilari Quddusning Masjidi Aqsa atrofidagi Al-Musrara mahallasida namrat oilaga berilgan ochliq buyumlarini musodir qildi. Quddus Islomiy vaqflar idorasining bayonotchisi Francis Debis Avstraliya soqchilarining o'nlagan ochliq buyumlarini musodir qilganligini bildirdi. Yerlik taratqular Avstraliya soqchilarining yordam buyumlarining musodir qilinishiga qarshilik bildirgan falastinliklarga daxl qilganligini va ularga hujum qilganligini xabar qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Eronga yana bir qatim tahdid selib, agar Eron urush qilishni xohlasa, bu Eron uchun oxirlish bo'ladi dedi. Donald Trump bayonotida agar Eron urushmoqchi bo'lsa, bu rostilla Eronning oxirlishi bo'ladi, Amerikaga ikkinchi tahdid sanma dedi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika bilan yaqin munosabatda bo'lgan Saudiya Arabiston Eronga urush qilishni tanlasanglar, butun kuchimiz bilan javob berishga tayyormiz degan signalni berdi.